Barnopa urf-odatlarimizga ko'ra, mehmonlar ko'nglini olsa, Bilol qadriyatlar va zamonaviy etiketni uyg'unlashtirgan va Instagramda o'z sahifasi bor va sahifasi Mr. Girgitton deb nomlanadi. Keling taklif etsak. Yoqtiraman shunaqa o'zbekcha nomlangan profillarni ko'rsam. Assalomu alaykum. Bilol. Assalomu alaykum. Marhamat, keling. Ya'ni Mr. Girgitton qarshingizda. O'z ishingizni juda yaxshi ko'rasiz. Ishimni yaxshi ko'rmasam, menimchalik bunchalik prosmotrlar yig'masdi. Videolardan maqsad shu hamma ishini yaxshi ko'rib qilsin. Shunda nimadir darajaga erishadi degan niyatda ochganman. Nima ish bilan shug'ullanishdan qat'iy nazar, chunki har bir ish muhim va ahamiyatli. Menga kichkinaligimda aytishganda, oddiy mashina yursang ham, zo'r qilsang, professional bo'lsang yaxshi bo'ladi deb. Shu narsani o'zimga olib qolganman. Ayrim talabalar bo'sh vaqtida ofitsiantlik bilan shug'ullanadi yoki boshqa bir ish qiladi, ammo buni yashirishga harakat qiladi. Siz esa aksincha. Vaqtincha ish deb ko'p odam qarab qolganda, bu ish kirganingizdan keyin juda katta mas'uliyati bor, undan tashqari ancha-muncha bilishingiz kerak bo'lgan narsalar ham bor-da. Bu narsani shunchaki taomni olib kelding, bering emas. Unaqa emas-da. Qanaqa soat berishim kerak sizga, to'g'ri kelish uchun. Undan tashqari ichadigan narsangizni men bilishim kerak, nima to'g'ri keladi. Va idishlarni qanday yig'ishtirib olib ketish kerak. Bugun sizlarga stoldan, lekin stationda ko'rsatib beraman. Stoldan chiroyli hamma narsani yig'ib olish, to'g'ri yig'ib olishni o'rgataman sizlarga. Tarelkalarimiz, bir salat qilamiz, ichida bularni hammasini garbage bor. Qanaqa olish ko'rsatib beraman. Xullas, olasiz. Ikkinchi tarelkani olasiz. И обязательно mana shunaqa qo'yib olishingiz kerak. Musuringizni bunga to'kasiz, dal shunaqa yig'asiz. Bu tarelkangiz ustida turishi kerak. Keyingisini xuddi shunaqa stolingizdan oldingiz. Bundagi bu garbage ham bunga oldingiz, bunga qilasiz. Tak dalее. Oxirigacha shunaqa qilasiz. Shunda sizda birinchidan tarelkangiz yig'ilishi, musorlaringiz bitta anaqada bo'ladi, tarelkalaringiz bitta stopkada yig'ilishi oson bo'ladi. Oxirida misol uchun ustiga narsa qo'yib olishingiz ham oson bo'ladi. Bu narsani обязательно ishlatadi. Hammaga bu narsa yordam beradi. Bu narsa faqat tarelkada ishlamaydi, ko'p narsada ishlatsangiz bo'ladi. Foydali lifehack ekanmi? Ayniqsa uyga ko'p mehmon kelib qolganda ham foydali, bizga foydali bo'ldi. Birdan nechta tarelkagacha qo'lingizda turadi? 12 tagacha siz bilan. Uni tushib ketmaydi. Yo'q, tushib ketmaydi. Qilishni bilsangiz borku, unaqada tajriba ham kerak emas. Prosta to'g'ri qilsangiz. Singandir ham shuncha payt. Hayotim davomida ancha-muncha idishda sinib ketgan. Keling bir videoni tomosha qilsak. Siz uchun bu oddiy narsa. Bu oddiy narsa to'yxonada. Aziz oddiy narsa ekan. Yo'q, to'yxonada. Biz uchun bu san'at. Bu ramash. Taxminan qancha idish bor? Bu yerda ancha. Bu ramashka deyiladi-da. Buni o'zingiz ko'tarishingizga to'g'rilab qo'yasiz. Gul qilib yig'asiz. Mana bunaqa qimlatsangiz ham chiqib ketmaydi. Bir-biri bilan shunaqa turadi. Chiqib ketmagani bilan tushirib yuborish bor. O'shaning uchun izini olib tushish bor. O'shaning uchun o'zingizni anaqangizga to'g'rilab qilasiz-da. Bu yerda hozir bu odam kattaroq bo'lgani uchun o'ziga to'g'rilab qilgan. Atak men buni ko'tara olmagan bo'lardim. Bu hamma o'zini vesiga to'g'rilab qiladi. Gantelga o'xshagan narsa. Qo'lingiz kachat qiladi-da buni. Zalga borish shart emas. Zalga borish shart emas. Lekin buni asnonoy to'yxona ishlatadi. Restoran ichida bunaqa servisga ruxsat bermaydi. Videolaringizda bu bordagi sirlarni ham aytib o'tasiz. Ya'ni mijozlar ko'nglini olib, ko'proq pul topish uchun girgittonlar nimalarga ahamiyat berish kerakligi. Onlayn shogirdlar ko'payib ketgan, ko'rib qilib, aka qilyapman, o'xshyapti. Kuniga misol uchun 50 ming topayotgan bolalar 500 minggacha chiqdi. Men uchun bu katta yutuq-da. Va mahorat darslari ham o'tkazasiz. Maktab yo'q edi. Ofisant maktab yo'q edi. Shu maktab qilib olamiz, xudo xolasa. 10-noyabrda tayyor bo'ladi. Chunki bugun narsaga hozir juda kuchli anaqa bor. Talab. Ya'ni professional girgittonlarga talab bor. Sertifikati bor girgittonlarga talab bor. Necha yil bo'ldi faoliyatingizga? 14-yil ketyapti. 14-yil. Kichkinaligimdan ishlayman. Shu mana shu faqat ishladim. Hozir 27 yoshda. 28. 28 yoshdasiz. Shu ish orqali uylandim, mashina qildim, uy olganman. Hammasini o'zim qila olganman. Ana. Kimdir esa mensimay qaraydi. Ochiqni aytganda. O'shaning uchun men oldin o'zim ham vau qaramasdim. Mana shu narsani orqasidan erishganim uchun bemalol mana shu orqasidan erisha olarkanman deb qolganlarga ham ko'rsatib bermoqchiman. Erishsa bo'ladi. Uchrashuvga chiqqaningizda aytganmisiz? Shunaqa, ofitsiantman derdim. Uri uyalmay qo'yganimdan keyin ancha-muncha odam yo'q dedi. Shu gapni aytganingizdan keyin. Uylanganimga ham 5 oy bo'ldi.
akalar bor, katta ish qilishadi. Menga shogird qilib o'g'illarini berishyapti. Demoqchimanki, shunaqa payti keldi. Sabr qildik, siqilmadim. To'g'ri, bir xil paytda siqilib qolgan paytlar ham bo'ldi. Shu ishda sodiq qolib ketdim. Agar o'zgacha yondashuv bo'lsa, oddiygina mahsulotlarni ham, jumladan tuxumni san'at asariga aylantirish mumkin va shu o'rinda yana bir lavhamizni tomosha qilsak. 2 yil avval armanistonlik pensioner va muhandis Rubin Zakaryan o'zi uchun noodatiy hobbini kashf qildi. Tuxum qobig'iga gravirovka qilish. Televizorda ko'rgan bir reportajdan ilhomlanib, u elektr dreyler yordamida juda nozik naqshlar chizishni boshladi. Bu jarayon juda katta e'tibor va diqqatni jamlashni talab qiladi. Axir bitta tuxumning o'zida 1,5 mingdan 2 minggacha mayda teshikchalar ochish kerak. Avvaliga yaqinlarim nima qilayotganimni tushunmasdi. Tuxumni sindirib qo'yadi baribir deb o'ylashardi. Lekin natijani ko'rgandan keyin meni maqtay boshlashdi va ishimni kengaytirishga ruhlantirishdi. Ishni boshlashdan oldin tuxum ichi ehtiyotkorlik bilan bo'shatiladi va asosiy mashaqqatli mehnat shundan so'ng boshlanadi. Salgina noto'g'ri harakat san'at asarini po'choqqa aylantirib qo'yishi mumkin. Har bir naqsh ustida ishlayotganimda juda hayajonlanaman. Hamma diqqatim faqat xatoga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan. Aks holda butun mehnat barbod bo'ladi. Barcha ishlarini Rubin shkafdagi paxta to'ldirilgan idishda saqlaydi. Uning aytishicha, bularni u faqat o'zining estetik zavqi uchun yaratdi. Hozircha na sotish, na ko'rgazma uyushtirish rejasi yo'q. Qancha sabr kerak? Juda katta sabr qiladi. Bu narsa pul uchun emas ekanda. Shuning uchun O'zlari uchun yig'adi. vaqt o'tgani bilinmaydi. Bunga ham Vaqt o'tgani keng ham yurak bilmaydi. kerak, sabr kerak buni yasash. Uy ishlarni ham agar zavq bilan, ishtiyoq bilan bajaradigan bo'lsa, bu ortiqcha bir og'ir vazifa sifatida ko'rilmaydi, balki Charchoqlari ham bilinmaydi. Lazzat bo'lib kiradi. va shu bilan bir qatorda ixtirolarga ham sabab bo'lishi mumkin. Albatta. Chang ekologik toza hayot tarzi tarafdorlari orasida yangi urfga aylanishi mumkinmi? Londonlik dizayner Rahat Ray bunga umid qilmoqda. Gap shundaki, u g'aroyib mahsulot changdan yasalgan shipaklarni yaratdi. Dizayner chang bilan tajriba o'tkazib, undan mato yasashga kirishdi. Avvalo u changni changyutgich bilan yig'di, keyin turli chiqindilardan tozaladi. So'ngra uni zichlab, dezinfeksiya qilish uchun duxovkaga joyladi. Keyingi bosqich chok tushirish va chetlarini lateks bilan mustahkamlash. Bu shipak yonlari to'kilishiga yo'l qo'ymaydi. Men chang bosgan polni ko'rib o'ylab qoldim. Odamlar uylarini tez-tez tozalaydi. Chang yutgichdan foydalanishadi. Hatto maxsus qurilmalar ham bor. Lekin agar yaxshilab o'ylab ko'rsak, bu chang haqida hammasini bilamizmi? Uning foydasi bormi? Odatda biz shipaklarni changda yurmaslik uchun kiyamiz, ammo chang yutgich bilan yig'ilganidan yasalgan tapochkalarning o'zidan foydalanishda ham o'zgacha ma'no bor. Bu ma'lum bir bog'lanish bo'lib, aynan shu narsa meni ularni tayyorlashga ilhomlantirdi. Antiqa shipaklar hozircha faqat prototip holatida. Ular kundalik kiyish uchun mos emas, biroq dizaynerning fikricha, eng muhimi bu g'oya qayta ishlash sohasida yangi imkoniyatlarni ochib beradi va atrof muhitni asrab-avaylashga xizmat qiladi. Jumladan, changdan yasalgan matodan qadoqlash materiallari, yumshoq mebel tayyorlasa bo'ladi. Ana shunaqa. Endi har gal chang yutishdan foydalanganda Ortiqcha Bu xarajat. narsa o'ylab topish kerak. siz ham faoliyatingizda yangiliklar kiritishga harakat qilasiz. Ancha-muncha narsa qilganmiz biz. Reelslarda aytib o'tasiz, har bir taomning o'z hikoyasi bor. Shunchaki berish kerak emas, tanaffus bo'ladi, ya'ni ovqat qo'yayotganda. Shunda mijozni chalg'itish uchun, e'tiborni jalb etish uchun aytib berish kerak. Et berayotganingizda, et berishingiz kerakmi yo'qmi bilishingiz kerak. Odamga bundoq qaraganingizni o'zi bilasiz. Mana shu psixologiya ham o'zi kerak bizning ishimizda. Salkam psixologsiz hozir. Da. Ha, bir qarashda bilasizmi? Ha. Qanday kayfiyatda keldi? Nima bo'lyapti, nima qo'yyapti? Professionalizmdan keladigan narsa deb. Misol uchun kelganida bu birinchi uchrashuvimi, nechinchi uchrashuv ekanligini taxminan bilasizmi? Bittada bilaman. Qiz rozi bo'ladimi, yo'qmi oldindan? Ya unisini, uni aytolmayman. Shunga sharoit yaratib berishga harakat qilamiz aslida. Lekin birinchi uchrashuvi menimcha yangi ofitsiantdan bittada bilsa kerak. Bittada biladi uni. Ha, agar mabodo deylik, yarashish uchun kelgan bo'lsa-chi. Uni ham bilamiz. Ha, oilada er-xotin janjallashib qolgan, tortishib qolgan, yarashuv tushligiga kelgan bo'lsa. Shunaqa paytlar bizga o'g'il bola tomonidan kelib aytishadi, mana bunaqa bo'lyapti deb.
o'zimizdan improvizatsiya qilib ham nimadir qilib bergan joylarimiz bo'lgan. kayfiyatni ko'tarish uchun. Yaqinda bitta situatsiya bo'ldi. Menga anaqa berdilar. Test javobi. Hali bilmas ekanlar. Improvizatsiya qilib chiroyli qilib bering. Hali aytmaganman dedilar. Shu joyda ham o'ylab topib qilib ber deydi. Ya'ni farzand kuchi. ijodkorlik. Ikkita odamni joyida o'tirishgan ekan. Joylarni o'zgartira olasizlarmi dedim. Yo'q, aka, men mana shu yerda o'tiraman dedim. Men bilan janjallashmoqchi. Siz 3 ta odamni aytgan ekansiz. 3 odamli joyga o'tib olishingiz kerak desam, tushunmadilar. Birinchi keyin beruvdim. Kelib, aka, uzr. Qo'pol gapirgan odam qorni och bo'ladi. Ovqatlan bo'ladi-yu. Mana shunga yomon gapirib qo'ydim deb, avvalambor choy pulingizni ham normaliy tashib ketadi, uzrni so'rab ketadi. Bu psixologiyada ham bor narsa-da, qorni och odam har doim asabiy bo'ladi. Qarang, kasbiy faoliyatlardan bilib o'tiribdilar shuni. Sabrli ekanlar-da, sabrli Sabr ekanlar. kerak deb. Hamma narsaga Boshida unaqa emas edim, to'g'ri. Qorni ochganligini qizlar uncha bilintirmaydi. Lekin men bilintiraman. Yo'q. 14 yil bo'lgan bo'lsa ishlayotganimga boshidagi 7-8 yil menga hech narsa bermagan deb hisoblayman. Chunki men o'zim hurmat qilmaganman bu ishni, o'zim mehr bermaganman. Boshqacha qarashni boshlaganimdan keyingina yaxshi bo'lishni boshladi. Pulim, barakam bo'lishni boshladi. Ungacha unaqa Ongda bo'lmagan. gap ko'pda, ongda insonni. Hammasi aytib o'tganimizdek, birinchi qadam qilayotgan ishingni yaxshi ko'rishing kerak. Ishonishingiz kerak. Ishonish kerak-da. Ishonmasangiz bo'lmaydi. 1 yildan so'ng ko'rishganimizda nimalar bilan endi maqtanib kelasiz? 12 ta viloyatda har bitta restoranda servisga aloqasi bor inson bo'lmoqchiman. Shu menimcha 1 yil yoki 1,5 yil ichida shu narsaga xudo xolasa erishamiz. Ashtant maktabida menga konkurent yo'q. Nimaga men qilmayman shu ishni? Qilishim kerak. Shu narsada ketmoqchiman. Shu. oliy Maqsadim maqsad shu. qo'yibdilar-da. Shundan keyin oldilariga. 10 ta restoran ochadi. Ha, o'shandan keyin bemalol. Oliy maqsad qo'yibdilar, oldilariga ilohiy maqsadlariga erishsin. Mazmunli va qiziqarli suhbatingiz uchun rahmat. Kelasi hafta aynan shu vaqtda yana uchrashguncha oqshomingiz xayrli bo'lsin.